Assalomu alaykum, qadrli muxlislar, texnika ishqibozlari, sizlar bilan Texnika Borum kanalida ko'rishib juda ham baxtiyorman. Qadrdonlar, biz ishni boshladik. Mana bu bizning Telegram kanalimiz, Texnika Bozorim kanali. Hozirda 225 ta obunachi bilan Texnika Bozorim kanalini yuritib boryapmiz. Qadrdonlar, iltimos qilamiz, videomiz boshidan sizdan shuni so'raymizki, bizga shunchaki obuna bo'lib qo'ying. Anchadan beri ko'pchilik bizni ishqibozlarimiz Telegramdan yozishadi, aka videolar qo'ymay qo'ydingiz deb. Ba'zi bir endi ishlar ko'paygan, texnik nosozliklar bo'lyapti kanallarda, shuning uchun qo'ya olmay turgandik. Qadrdonlar, mana ishni biz boshladik. Iltimos qilamiz, bir donagina like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Va qadrdonlarim, biz ko'proq efir qilyapmiz. Efirlarimizga ham kirib boringlar. Moshin bozorlarigacha ko'rsatib, qarshi moshin bozorlari, texnikalar narxlari bilan tanishtirib boryapmiz. Hozirda qadrdonlarim, ko'rib turganingiz Discovery Barona sotiladi. Narxi 135 million so'm ekan, Andijonda ekan. Telefon raqamini qoldirib ketamiz. Qiziqqanlarga 93 447 87 15. Xo'p, qadrdonlar, ko'rinish holati prinsiplarni ham ko'rsatib ketaman. Mana holatlarni ko'rib turibsiz. Prinsip sotiladi, holati yaxshi holatda, klass prinsiplardan ekan. Qiziqqanlarga telefon raqam qoldirib ketamiz. Narxini akamiz o'zlari kelishtirib beraman deb aytganlar. 50 kod bilan 506 90 20 qisqa telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar, kelishtirib beradi. Va qadrdonlar, yana bitta prinsipdan ko'rsatib o'tib ketaman shu orada. Telefon raqamini qoldirib ketaman, bunga ham aloqaga chiqsanglar kelishtirib beradi. Holati ishqib yaxshi holatda, lekin ishlab yurgan texnika, lekin ideal soz holatda emas qadrdonlar. Xullas, telefon raqami 99 636 3501. Telefon qilaverasizlar qadrdonlar, kelishtirib beradi akamiz. Xullas qadrdonlarim, T28 deydimi endi, buni nima desa bilmadim. Mana bu texnikani ham ko'rib o'tasiz albatta. Xullas qaranglar, Andijonda ekan. Telefon raqamini qoldirib ketamiz. Ma'lumotlari, narxlarini albatta Telegram kanalimizda oxirgi postlardan barcha ma'lumotlarni olib egasidan joylab qo'yaman. Mana bu 94 562 89 89 qisqa telefon raqamlaridan ham olishingiz mumkin. Qadrdonlar, bizni Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xullas, MTZ 80 so'raganlarga holati idealniy holatda turibdi. Idealniy emas, endi ko'rinishi yomon bo'lishi mumkin, motorlari yaxshi holatda. Xullas, narxi 80 million so'm ekan qadrdonlar, dokumentlari bor, joyida turgan ekan, hammasi zo'r holatda ishlab turibdi texnika. Sizlarga 93 703 88 47 qisqa telefon raqamlariga bog'lanishinglarni so'raymiz. Va albatta Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishlarini so'raymiz. Qadrdonlar, T25 mini traktorlardan ham so'raganlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Mana holati. Xullas qadrdonlar, ma'lumotni eshitamiz. T25 pat yangi, xullas yangi nimasi ekan? Vipiskasi 40 million so'm, dokumentlari bor, yurib turibdi. 93 703 88 47 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Holatini ko'rdinglar, yaxshi holatda ish qilib bo'ladi. Do'stlar, Deki sotiladi. 30 million ekan, kam bor. Ishga tayyor. Xullas 99 318 77 47 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Mana holati, ishlab nimasini chiqarishi, mana somonlarni tashlayapti. Maydalab parlatib chiqaryapti deydi-ku. Xullas qadrdonlar, ko'rib o'tdingiz. Tezroq ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bu ko'rib turgan texnikamiz sotiladi. Narxi 38 million ekan. Qadrdonlar, qaytaraman, 38 million so'mga mana shu texnikani olib ketishingiz mumkin. MTZ texnikalaridan bo'lsa kerak bu. Mana bu holatlari. Xullas, narxi 38 million so'm, motor, korobka zo'r holatda, manzil Samarqandda ekan. Qiziqqanlarga telefon raqam 95 067 37 77 qisqa telefon raqamlariga bog'lanib, bemalol aloqaga chiqsanglar kelishtirib beradi. Chiroyli narxlarda olib ketaverasizlar qadrdonlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana traktor sotiladi, poliyada yurib turibdi. Motor, korobka zo'r, vomla ishlaydi, kalit beradi. Nahada traktor. Nahada turibdi ekan. Narxi 35 million so'm, savdosi bor. Starter, akkumulyator. Dokumentalni hujjatlari joyida. Akalar narxini bizga 38 million so'm deb bergan, lekin 35 million so'm deyapti. Albatta 35 milliondan ham kami bor ekan. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlarim, MTZ 82 Qashqadaryoda 76 lik kultivator bilan 94 178 28 80 qisqa telefon raqamlariga bog'lanaversanglar bo'ladi. Va albatta qadrdonlar, vodovoz zil haydaydigan akalarimiz bormi oramizda? Maslahat beraman, mana bu vodovozni ham bitta ko'rib qo'yishinglarni. Xo'p, qadrdonlar, mana xullas qadrdonlar, ma'lumotni eshitamiz. Vodovoz zil sotiladi. Yili 1986-yilda ishlab chiqarilgan. 6 ta balon, 5 kamer, resor, mas katta,
mos hajmi 7-8 tonna ekan. Xullas 95 767 30 95 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Va qadrdonlarim, mini traktorlar uchun chizel oq ariq bilan sotiladi. Buni telefon raqamini ham qoldirmaganman, chunki Telegram kanalimizga shunday kirsanglar, lichkalarini beraman yoki men o'zim lichkamga yozsanglar ham akamiz o'zlariga yozaverasizlar. Albatta men prinsipda yana bitta ko'rsatib o'tib ketaman ungacha qadrdonlarim. Mana bu holatlari. Shu yerga bitta pauza qilib qadrdonlarim, albatta bizga bir dona like, obuna tugmasini bosib, albatta bizni kuzatishda davom eting. Texnika bozorim kanallari doim siz uchun harakatda bo'ladi qadrdonlarim. Shunchaki like, podpisatsiya, kommentariya. Izohlarda kelgusi videoda qanaqa texnikalar chiqaraylik yozib ketasizlar degan umiddaman. Ishga tayyor holatda bu prinsipimiz sotiladi. Qashqadaryo viloyati Ko'ktala tumanida ekan, Ko'ktaladan ekan texnikamiz. Xullas narxi 50 million, zo'r holatda turibdi. Bekorchilar tel qilmasin, iltimos realning oluvchilar telefon qilsin deb 94 0336 0491 qisqa telefon raqamlarini qoldirgan. Qadrdonlarim, assalomu alaykum. Mana yozib qoldirgan akamiz ma'lumotlar bilan berib qaranglar. Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turgan texnikalaringiz komplekt sotiladi. Alohida ham gaplashaveramiz. Traktor 80X hamma joyi soz holatda ishlab turgan texnika. Aybi yo'q. Pritsep, tilichka ham ishga tayyor, pullik ham soz holatda komplekt, narxi 65 million savdosi bor. Manzil Samarqand, Ishtixon. Qolgan barcha ma'lumotlar telefon orqali 77 967 65 05 94 014 41 05 qisqa telefon raqamlarini qoldirgan akamiz. Mana traktor holati. Ko'rib olamiz qadrdonlar. Mana pullik holati. Buni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Pritsep holatlari. Mana va traktor orqa tarafidan ham ko'rsatib o'tib ketaman. Xullas qadrdonlarim, qoldirgan qisqa telefon raqamlarimizga bog'lanaverasizlar. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Arion traktori ko'rsatib o'tib ketaman. Barcha ma'lumotlarni olib men Telegram kanalimning oxirgi postlariga sizlar uchun tashlab qo'yaman. Narxi $38,000. Yo do'stlar, buni adashdim, 300 million so'm bo'lishi kerak bu. 8 million so'mlik hozir oldimizdan chiqadi, u boshqa klass Arion. Xullas buni ma'lumotlari biz Telegram kanalida. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar qadrdonlar. T28 sotiladi, narxi 45 million. Bo'limlari yangi, korobka uskorisidan tashlamaydi. Oladiganlar telefon raqami 91 963 93 05. Mana qadrdonlar. Ko'rib olishinglar mumkin, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishinglar mumkin. Prinsip holatlarini ko'rsatib o'tgan shu yerda mana yangi balonchilar oldiga qo'yilgan, 4 ta balon yangi qo'yilgan bo'lishi ham mumkin akalar. Bog'lanib, borib, kelishib olaverasizlar. Hammasi sizlar uchun azizlarim. Xullas qadrdonlar, mana bu ko'rib turgan texnikamiz sotiladi. 90 407 41 11 95 407 41 33, narxi 25 million kelishiladi mana ma'lumotlar. Xullas qadrdonlarim, bog'lanaverasizlar, telefon raqam qoldirib ketamiz. Qadrdonlarim, bedavurgich zo'r holatda sotiladi. 97 608 08 90 93 900 08 90 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Mana qadrdonlar holati. Xullas qadrdonlar, yana bitta traktor sotiladi. Yurib turgan, vomlari ishlaydi, holati zo'r. Ishlab turgan texnika 97 050 30 96 qisqa telefon raqamlariga bog'lanaverasizlar. Narxi 30 million so'm, albatta kami bor. Prinsiplardan ko'rsatdim, albatta prinsiplardan yana kerak bo'lsa olaverasizlar. Qadrdonlarim, videomiz ham oxirlab qolyapti. Oxirida eng saralarini ko'rsaman e'tiboringizga. Mana bu texnikamiz ham sotiladi 15 ga 23. Holati o'ta a'lo darajada, shunchaki a'lo emas, o'ta a'lo darajada turibdi. 2018-yil motorchasi 5690, narxi bor yo'g'i 200 million so'm, ozgina kami bor. Telefon raqami 93 503 92 81 qisqa telefon raqamlariga bog'lanaverasizlar. MTZ 80 ga 1 80 million so'm narxi, Samarqand 93 703 88 47 qisqa telefon raqamlariga bog'lanaversanglar bo'ladi. Xullas qadrdonlarim, kimgadir shunaqa mana shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bunaqa texnikalar, kasilkalardan, jatkalardan, xullas hammasidan topishingiz mumkin. Mana bunaqa texnikalardan oxirgi ma'lumotni mana shu texnikani berib o'tib ketaman. New Holland Test 135, New Holland qidirib yurgan akalarga 52,010 holati zo'r, narxi 140 million so'm. Telefon raqamini akalar, mana telefon raqami turibdi. Bizning Telegram kanalimizga mana shu texnika bozorim kanalini yozib kirib ko'ringlar. Telefon raqami 9646 va 9619 telefon raqamlarini qoldirib qo'ydim. Navoiy viloyatida ekan. Qadrdonlarim, hammaga omad. Videomiz ham oxirlab qoldi. Kelgusi videoda ko'rishguncha